Bunlar sklat qarang. Mahsulot qilgan akalar. Oho. Sizlar zakasini bersalang tayyor ekan. Borib shuni motorni qo'yib oq akalar qatib turishni jo'natib yuborgan akalar mana. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ldi, qani bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa o'zim chiroyli turaman. Qo'yami? Ket, qani bismillahirrohmanirrohim. Qo'ya. Oldu. Getirinci. Onun renk. Maşallah. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz universal drabilkalarning eng arzon joyiga kelganmiz, hurmatli obunachilar. Birinchi o'rinda esa manzilda adresni tanishtirib o'tsam, katta yo'lda bo'yida joylashgan. Mana bu tomondan Yazevon, Namangan, Andijon tomondan kelishingizda o'ng qo'lda, Stresh tomonda Marg'ilon va Farg'onadan kelishda hurmatli obunachilar, o'ng qo'lingizda shu yerda yonida mana akalar ichkariga kiramiz. Ustaxonaning yonida, mana yo'lda bo'yida ustaxona bor hurmatli do'stlar. Shu yerning yonida joylashgan. Xudo xolasa akalar, universal drabilkaning eng arzon joyiga kelamiz. Videoni o'tkazmasa oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Hozir bir boshdan ichkariga kirib ko'rsatib ma'lumotlarni beramiz. Hurmatli do'stlar, ketdik. Yana bir bor assalomu alaykum. Otabek Uz kanalining hurmatli obunachilari va YouTube chorva ishqibozlari. Xudo xolasa bugun biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga kelamiz. Aytib o'tganimdek, katta yo'lda bo'yidamiz. Everest brendi ostida ishlab chiqarilgan universal drabilkalarda eng arzon joyiga kelganmiz. Hurmatli obunachilar, mana shu Bahodir akamiz sexlarga kelganmiz. Assalomu alaykum aka, tinchmisiz? Ishlar bilan charchamasizlarmi? Assalomu alaykum, Otabek Uz kanalining. Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'limizdan kelganicha bir boshdan narxlari, ishlash jarayonlari va motorlari haqida ma'lumotni berib ketaveramiz. Hurmatli obunachilar, bu yerda 2 milliondan 3 million 200 minggacha bo'lgan universal drabilkalar ishlab chiqarilar ekan. Hurmatli obunachilar, mana ko'ringlar. Turidan bor ekan, bor akalar, 5 xil, 6 xil. Mana akalar, gavalkalar ham bor ekan, ko'mir gavalkalar va atala qozonlar ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Hurmatli obunachilar, siz istagan, siz izlab yurgan barcha turdagi drabilkalar, chorvachilikka kerak bo'lgan mahsulotlar hammasi bor. Hurmatli obunachilar, bir boshdan narxlarni ko'rsatib o'taveramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana bu yerga joy tayyorlab qo'yganmiz. Ishlash jarayoni Makka, Somon, G'o'zapoya. Mana akalar, mana bunda esa qashchalar chiqarib ko'rsatamiz. Mana bu ikkovida G'o'zapoya nima bilan? Makka bilan bug'doy chiqarib ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, xo'p. Hozir ichkarini birinchi ko'rsatib qo'yay, jo'raga. Ichkarida hurmatli obunachilar, sklat qarang. Mahsulot qilgan akalar. Oho. Sizlar zakasini bersalang tayyor ekan. Borib shuni motorni qo'yib oq akalar qatib turishni jo'natib yuborgan akalar mana. Assortiment qarang ko'pligini. Bay. Tayyor ekan bor. Faqat motorni qo'yilsa bo'ldi ekan. Qolgan pichog'i ham yo'q, joyida tayyor ekan akalar. Ko'pligini qarang. Xo'p, endi tashqariga chiqib bir boshdan ishlash jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, ketdik. Xo'p, hurmatli obunachilar, birinchi o'rinda esa pichoqlari va motorlari haqida, narxlari haqida ma'lumotni beramiz, keyin ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, mana pichoqlari. Aka, ma'lumotni beravering. Hozir aka. Pichoq ekan, ha. Aka, mana bu Jigulini mahaviga. Soatskoy mahavi. Bu hozir 28 taligi pichoqlisi bu. Shuni chiqaradigan narsasiga qarab chiqarib beramiz. Qo'l quruq deyiladigan bo'lsa, 22 talik normal. Eng ko'p 24 talik bo'lishi kerak. Qo'l bilan chiqaraman deganga. Bu hozir nechta dedingiz? Bu 28 talik. 28 talikmi? Bu ham 28 talik, bu ham mana Mahavik
chetdan o'shani nimanikiga o'xshatib qilinyapti. Buni ham qalinligi mana to'la 1 santimetr. Bu ikkalasining nima sifati ham, og'irligi ham bir xilda. Bir xilda. Mana bu ham 6 millimetrlik. Bu endi 3,5 kilovatlik to'ki ozroq joylarga buni qo'yib beramiz. Nimasiga qarab. Ishlatadigan joyning to'kiga, nimasiga qarab turib nima qilib beramiz. Xo'p, motorlar ham shu. Mis motorimiz bor, 6,5 kilovatlik bu. Mis motorimiz, shuni 3,5 kilovatligi bor. Mis motor. Bu titan motorimiz alyumin. 4 kilovatlik, 5,5 kilovatlik, 3 kilovatligimiz bor. Bu Rubin ham xuddi shu. 3,5 kilovatlik, 6,5 kilovatlik motorimiz bor. 3,5 ming obrotli bular hammasi. Narxi necha pul endi bularda? Endi narxi endi o'sha qo'yayotgan nimamizni, mahsulotimizni, buni ishlatayotgan nimamizni materialiga qarab, uni ham mana materialiga qarab nima qiladi? Qalin yupasiga qarab, pichoqlariga qarab, o'shanga qarab narx o'zgaradi. Xo'p, hozir mana bu eng arzoni mana bu deyapsiz, to'g'rimi? Bu 2 millionlik hashaylarda 6,5 kilovatlik motor qo'yiladi. Quruq hashaylarni hammasini mayin qilib chiqarib beradi. Bir xil razmerda maydalaydi. Faqat hashakka moslangan, Faqat hashakka moslangan. Bug'doy makkaga emas. Yo'q, bu bug'doy makka kilovolt ham chiqarolmaydi. Endi bundan tepasliklar hammasi ham ho'l, quruq, ham don, ham universal bo'ladi qolganlari. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, qolganlar motoriga qarab o'zgaraveradi. Motoriga, pichog'iga qarab narx o'zgaraveradi. 4 xolasa 4 burchakli, xolasa yumaloqli. Hurmatli obunachilar, donga moslangan. Hop, menga aka bitta narsa yoqqaniki, mana buni zo'r ishlabsiz lekin, mana uzunligini. Xavfsizligi tomondan zo'rda. Buni hozir yomochatni chiqarsa bo'laveradi, to'g'rimi? Yomochatni ham chiqarsa bo'laveradi. Chiqarib ko'rsatib beramiz. Lekin mana uni haqiqatda zo'r ishlabsiz. Qancha santimetr bor aka mana shu? 55. 55? 55 santimetr ekan. Hurmatli obunachilar, nima chiqarishdan qat'iy endi asosan qo'ya hashak chiqarganingizda hurmatli obunachilar, xavfsizlar mana qaranglar. Eng yoqqan tomon mana shu zo'r bo'lmaydi, to'g'ri? Xavfsiz. Xo'p, mana shular aka, qaysi motordan qo'yib berasiz? Narxi necha pul chiqadi aka? Xo'p, motoriga qarab 3 million dastavkasi ichida bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha 3 million 200 dan 2,5 milliongacha bo'ladi bular. Xo'p. Motoriga qarab, pichoqlariga qarab o'zgaradi. 2 million 500 mingdan 3 million 200 minggacha. 2 million 500 dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida, xo'p, 700 bilan 3 milliondan 2 million 300 gacha bo'ladi. Xo'p, 2 million 500 ga qaysi motorni qo'yib berasizmi? Nechalik pichoqli bo'ladi? 3,5 kilovatlik bo'ladi. Qaysi biri? 18 talik pichoq bo'ladi. Mana Rubin 3 bu yerda hozir u kichik 3 kilovatliklar motorlar qo'yganimiz yo'q. Bular kattalar 3,5 4 kilovatli. 6,5 kilovatlik. Endi uni hozir biz uyda edi-da u motorlar. Asosiy nimamiz motor qo'yadigan joyimiz Ag'diydi. Bag'da hozir borini qo'yyapmiz. Bo'laveradi. Motor qo'yilganlar uyda bo'ladi. Hurmatli obunachilar, 2 million 500 dan 3 million 200 gacha mana shu drobliklarimiz chiqargan. Xo'p, endi mana bu yerda yana bundan arzonrog'i bor. Qaysi dedingiz aka? Mana ular bir xil. Bular hammasi bir xil xohlagan odamga haligi orqasidan amal qilib bunday olib, ochib turib, bunday solib yopiladigan qilib beramiz. Xohlasa gayka bo'tni qilib beramiz. Uni talabiga qarab qilib beramiz. Bu pulidan narxini o'zgartirmaydi. O'zgarmaydi. Narxi bir xil. O'zgarmaydi. Xo'p. Setka pichog'i qo'yib beriladi. Nechta setkasi beriladi? 4 xil setkasi bor, ha? Setkani olib kelib bergan Davlatbek. Setkani berib yuboring. Mana aytdik ekan, bo'ldi. Xo'p, mana. Mana setkalarimiz 4 xil setkamiz bor. Bu yorma. Kepa holatda qo'ylarga o'ta mayin qilib beradi mollarga. O'zi mollarsiz ham o'zi mas setkada mana o'rtasida temir o'rga bitta setka deymiz, 5 xil deymiz. O'zi shunda ham to'ki normal odamga o'zi mollarga normal chiqaradi. Mana setka qo'yish kerak yo'q-ding. Men o'zim qo'ylarga mashina chiqarib beryapman. Bunda o'ta mayin qilib yuboradi. Endi xohsha kim talabiga qarab o'zi qilib beraveradi. Xo'p. Mana buchi, buni narxi necha pul aka? Xo'p, bular o'zi olib ketsa 2 million 200 dan hop 2,5 milliongacha dastavka qilib beryapmiz. Motori necha kilo buni? Bu misi 2 million 800 bo'ladi. Olib borib bersak, o'zi nima qilib kelsa 2,5 million bo'ladi.
Mana shu 6 O'zi olib ketsa, o'zi olib ketsa, shu yerda o'zi olib ketsa 2500 dan. Bu o'zi olib ketsa 2 million 200, 6,5 kilovat 3.5 shu Rubin motor qo'yilgan bo'ladi. Pichoqlarini ham ko'ryapsiz mana. Ketkasi buniki yonidan solinadi. Mana hurmatli obunachilar, pichoqlar nechtalik ekan bu? Bu 18 talik. 18 talik. 2 million 200 dan 200 dan dastavkasi ichidanmi yo kelib olib kelsa? Kelib olib kelsa, olib borsa 2,5 milliondan 2 million 800 gacha. Misi 2 million 800, alyuminiy 2,5 millionga yetib borishi. Demak, motorida narx o'zgarar ekan xolos-da. O'zgaradi. Bo'ldi. Xo'p. Bu garilkalar. Xo'p. Garilkasidan chiqdi-yu. Mana garilkalar hurmatli obunachilar. Bular nechi puldan aka? Bu atrabon garilka, bunisi, mana bunisi hoka garilka. Hoka, tapi, nima yoqsa, bu ham faqat atrabon yoqadi. Atrabonga. Endi haligi to'ylarga, nimalarga, kat yo'llarga solib qo'ysa, zakasiga qarab, talabiga katta-kichik qilib beraveramiz. Xo'p, narxi nechi pul? Bu 1 milliondan motoriga qarab bu ham o'zgaradi. Motori skori 10 ta skorli qilib alishtiriladigan bor. Ikkita skorlisi bor. Motoriga qarab o'zgaraveradi bu ham. Narxi. Asha 1 milliondan nima beryapsiz? 1 milliondan. Motori eng zo'rini qo'yib berasiz 1 million. 1 million bilan. Bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, 1 milliondan xohlasangiz atrabon, xohlasangiz hoga garilka, motorini 10 skorli deysiz-a? 10 skorli. 10 skorli eng 8 skorli shunaqa bo'ladi. Demoqchiman, eng kuchlisini qo'yib berasiz-da, to'g'rimi? Eng zo'rini qo'yib berayotgan 1 million so'mga hurmatli obunachilar. Dastlabki 1 million chidamli, ha? Joyiga qarab. Joyiga qarab. Biz faqat bunda shaharlargacha yetkazib bera olamiz xolos. Uygacha yetkazib bera olmaymiz. Nimalarni uygacha qilib bera olamiz. Bo'ldi. Endi hurmatli obunachilar, atala qozonlarimizni ko'rsatamiz. Mana shuni so'rab ketaylik. Bu atala qozonlarimiz aka 250 litrdan 245 litrgacha. Endi plus minus 240 litr, 250 litrgacha bo'ladi. Buni tagi mana o't yonadigan joyi 308 litrdan bo'lgan bunisi. Qalindan. Mana konteyner to'mi qalin joyidan qilingan. Nimasi? Ancha-munchaga kuymas ekan endi tagi. Endi nimasiga qarab nima qilinaveradi? Bu tagi konteyner materiali. Bu konteyner materialdan. Ashi nimasiga qarab bo'laveradi bu ham. Xo'p, buni narxi nechi pul? Bu bular 1 million 100. 1 million 100. Bunisi-chi? Bunisi azoroqda bunisi. 1 million 50 ming. 1 million 50 ming? 50 ming farqladi xolosmi? Hammasi bir xil-a? Bu shunaqa, o'sha qaliniga. 4 lik deb olganmiz, 4 emas 308 bersa kerak, hali qalinlari. U 2 chiqadi to'liq bu konteynerniki. Mana ular 3-4 deb olgan, endi 308 bersa kerak hali schinasi. Qalin. Hurmatli bo'lsa qalin ekan. O't yoqqan zanjirga kuymaydi-da, uzoq xizmat qiladi-da. Uzoq xizmat qiladi, to'g'ri. Xo'p, narxlarni yetdik, hurmatli obunachilar. Endi 3 faza. Xo'p. Buni hozir siz kelib qolmay nimalarni o'rnatishga ulgurmadik. Bu 22 kilovatlik motor qo'yilgan. 22 kilovatlik motor, 3000 оборот. Mis motor, o'ralmagan, заводской motor. Xo'p, bu asosan donga. Un holatda, kepay holatda, katta yirik yorma holatda keltirib beradi. 1 soatda 1,5 tonnadan 3 tonnagacha chiqadi. Yormani 3 tonna, kepak uniga qarab, keyin turkga qarab. Bunaqa beraveradi. 1,5 tonnagacha don chiqarib beradi. Mana metall qolmas. Metall o'likdan tashaveradi. Endi hozir o'rnatarman. Nima skip oldingiz. Mana nimalari ham bor mana. Knopkalari mana. Mana ichida skatili, avtomatlari, 5G'si bor. Hali to'k nima qilgan, o'zi tashab qo'yadigan nimalarigacha. Xo'p, buni narxi nechi pul endi? Xo'p. Bunimizni jo'daga 15 million deyapmiz. Dastavkasi ichida. Agar o'zi olib ketadigan bo'lsa, kelishtirib beramiz siz. 15 million so'm dastavkasi ichida. Agarda o'zi kelib ko'rib olib ketsa, o'tib berasiz bu narxdan. O'zi olib kelsa, narxni o'tib beramiz. Bunimiz 15 kilovatlik motor. Buni ham yonboshlatib ishlatsa bo'ladi. Ham tikaplar.
bu endi xo'jalikka, bu ham to'lovga, ham provodga. Nimasi shu zildi mahaviyda qilingan bu. Ha, zildi mahaviyda katta ekan nima ya? Nechta pichoqli bu? Pichog'i 30 talikmi, 32 talikmi, shunaqa. Buni tayyorlaganimizga ancha bo'lib qoldi. Bu ham shu tetkasi 4 tali ya. Mana, buni to'g'richa tetkasi yonida turibdi. Buni narxi necha pul aka? Bunisi katta firmalarga keladi demak ya. 6 million so'm. Ha, dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida 6 million so'm. Ha. Xo'p, shu yerda hurmatli obunachilar, bu narsaga e'tibor bersangiz mana. Kattaroq firmalarga 50 tadan ko'proq 100 tagacha bo'lgan bonlarni bemalol nima desam bo'ladi? Drablakadan chiqarib turib, boqsangiz bo'ladi-da, bir unaqa bo'lmaydi. Motori ham juda katta ekan. Qancha dedi motorini? 15 kilovatli. 15 kilovatli. Hurmatli obunachilar. 6 million so'm dastavkasi ichida, agarda kelib shu yerdan o'zi olib ketmoqchi bo'lsangiz, 6 million so'mni o'tib berilar ekan. Hurmatli obunachilar. Dilshod aka, telefon nomeringiz necha edi? 93lik 0878 nimalarda bor? Bo'ldi, ha. 93lik 984 0878. Hurmatli obunachilar, shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar mana. Ko'ryaptimi? Xo'p, endi yurgizing aka, ishlar ko'rsatamiz. Xo'p, birinchi o'rinda nima? Hashaydan chiqarib beramizmi? Bo'laveradi aka. Yo'q, qamish bo'ldi, hozir Xo'p, hurmatli obunachilar, mana bundan hashay ekan, mana. Ko'ryaptimi? Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ldi, qani bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar, o'zim Zindabad. Bu bosh presmi? Bosh pres yo'q, hurmatli obunachilar. Olmasa bosh pres chiqardik mana. Qo'lga video olib ketdi mana. Ha. Lekin mo'ltitkida hurmatli obunachilar. Eng yirigida, to'g'rimi? Molda. Mosh nami bor ekanda, o'shancha metkilashib qolyapti. Ha, mana kelar. Lekin zo'r bor. Mayliga. Tomon preskami navbat? Tomongami? Ha, pres maydaladi. Xo'p, tomon pres chiqarib ko'rsatamiz endi. Hurmatli obunachilar, bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Maşallah. Nima deyapti qo'ya?
qarang. Somon bilan bir qilib qo'ydik qo'yani. Qamish chiqarib ko'rsatib beraman. Xo'p, endi bunisida hurmatli obunachilar, qamish chiqarib ko'rsatamiz. Buni chiqaravering. Buni ham bir ko'raylik-da ishlash jarayonini. Qani, Yangi o'rgan qamish. bo'ldi. Bo'ladi, ha? Bo'ladi. Dilshod aka, buni narxi necha pul? Bu ham motoriga qarab beraman. Qanchadan qanchagacha? Dastlabkasi ichida 3 million 200 dan Xo'p, 3 million 200 ga qilib beryapmiz. Sayli motoriga qarab. xo'p, motorga qarab deyapsiz. Endi Bu mana misli motor, mana shu holatda, mana shu turishi necha pulga chiqib ketadi? Bu dastlabkasi 3 million 300 bo'ladi. Xo'p, dastlabkasi bilan hurmatli obunachilar 3 million 300 ga misli motor ekan, 3 million 300 ga chiqar ekan. Xo'p, endi navbat Buni ham qo'l chiqaraman desa, Ha? xizmatga qarab berishimiz kerak-da, hammasiga. Qo'l chiqarsa pichoqni ko'paytirib olsangiz, o'ta atalab olib, qilish ko'payadi. ha, 22 ta normal, qo'llarni chiqaraman deganda. 22 ta pichoqli, ha. Chiqaraman deganda 26 talik, 28 talik qilib chiqarib beraveramiz. Ha, ha. Hammasiga qarab Xo'p. bo'ladi. Endi ularda qo'l chiqarib beramiz. Xo'p, xo'p, bog'lab olamizmi yo shart emasmi? Xo'p, shart emas, ha? Pastga tashlab, ozgina. Va salafan bor ekan-ku. Bo'laveradi. Xo'p, bog'lashim shart emas. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Mana bu narsa. Makkami? Hop. Ozga bardayli, makka chiqarib beraylik. Xo'p. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar, Mardali Makkani Mardagi bilan birga chiqaramiz. Ha. Bo'laveradi. Qani. Keyin shunda qalanganini Makkanimi? Ketirgan nimaga ketayapmiz? Setkazing yerida. Yorma holatda, endi yorma holatdagi mana. To'xtab turingchi. Ko'taring ekan. Mana hurmatli obunachilar, Mardagi bilan birga chiqarilgan makanimiz qoladi mana. Endi qilingan ekan. Mana. O'tiravering. Nima juda oydin mayli. Hozir mana ko'rsatib qo'ying. Mana hurmatli obunachilar, mayligini qarang. Bug'doymi? Bo'ladi. Ketkasi hurmatli obunachilar, mana maydada.
Dilshod aka, ikkovini motori bir xilmi? Ha, ikkalasi ham bir xil. Narxi chiqadigan narxi necha pul bulardi? Bular 3200 dan dastovka qiladi, mis motor. Xo'p, mis motor 3200 dan dastavkasi bilan birgalikda. Ha, pichoq aylanadigan joyi ham qalintirib, mana bunaqa rossiyskiy turbadan qilingan. Oo, mana hurmatli obunachilar. Mana bu joyi bor mana. Mana bu joyi mana. Mana joyi hurmatli obunachilar. Mana rossiyskiy turbadan ekan. Qalinligini qarang. Qanaqaga qo'ydik ha mana. Mana hurmatli obunachilar, kesilganini, qalinligini ko'rsataylik. Mana. Oo, qalinligini qarang. Kes tayyor qo'yishdi. Telefon qo'ydim. Haqiqatdan rossiyskiy turbalar qalin ekan, jonim qarang. Xizmat qiladi xudo xolasa. Endi hozir garelkalardan bir yoqib ko'rsatib beramiz. Ana mana ichidan. Atyorlarni qo'chaqlarga Hurmatli obunachilar, mana garelkalarimizni hokalik, atrofligini yo'q tayyor qo'yishdi qayda. qo'chaqlarni yaxshi ko'radi. Hurmatli obunachilar, atrofga garelkamiz. Atrofdan chiqib ochiladi. Ko'payib ketdi. Avtobus ko'payib qoldi. Mana shu idish to'la bo'ladi-da, soatda qaynatar ekan. 1 soatga bormasa kerak. Ko'rib o'zim qaynatib ko'rganim yo'q. Nimada qilsam 1 litrda pishiradi dedi-da, bitta so'ygani. Endi men o'zim yoqib ko'rganim yo'q. 1 litr atrofida. 1 litr. Dedi, 1 litr atrofida. Men o'zim xizmat ko'rganim. Qo'ylanarkan lekin bor Bo'ldi, o'chiravering. Qashaveradi. Oho, keltiringchi. Buni qarang. Maşallah. Endi Ko'mir qo'yga garajga hurmatli obunachilar. qo'yganiki. Qo'ygani mana. Ko'mir qo'yga garajgamiz. Ha, gapi yo'nargan lekin hozir. Endi chiqib yondi-da bu. Mana shu zetga 10 yo'l-ya, motori. Ha, mana bundan skorini o'zgartirilaveradi. Mana pasaytirasiz, mana pasayyapti. Mana endi kuchayaveradi. Sekin sekin tezlashtirib yubordim. Sekin ko'tarilib ketaveradi. Mana hoka ham hozir yondida endi. To'g'ri, ha. Bu sal nima bo'lgandan keyin bir xildan yonadi. Hozir kuchayib qoladi deyapti. Abijal yo'q qo'ysa. Bo'ldi, o'chiravering. Gap yo'q ekandan keyin hurmatli obunachilar mana. Xohlasangiz hoka garajga hurmatli obunachilar, xohlasangiz atrofon garajga mana. Ikkovi narxi bir xil-a? Yo'q, mana bu qancha qimmatroq. Qancha? 100 ming qimmatroq. Ha, 100 ming farq qilar ekan hurmatli obunachilar narxida. Ana. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi mana bu yerda bitta apparatimiz bor ekan. Sizga bir gapiringchi o'zingiz, ma'lumot beringchi. Yangi nimalarga, hali tomga pena qo'yishyapti-yu. Ha. Sement bilan qo'yishadi. O'sha gaza bloklarni nimasini, mana apparatidan ham endi yasashni boshlayapmiz, xudo xolasa. Turbalarimizni chiqib turganmiz. Mana bularni usulini qilib qo'yganmiz, mana. Mana davleniya ushashligiga. Xudo xolasa. Bunga ham agar xaridorlar bo'lsa, chiqarib qo'yish nimalarini o'rgatib, nima qilib beraveramiz bunga ham. Xo'p. Narxi necha pul buni? Bular materialiga, nimasiga qarab, ruchkasining qalin yubkasiga qarab turib ko'rsatib narxi. Necha pul? Xo'p, 12 milliondan 18 milliongacha qilib beryapmiz. Qolipiga qarab, qolipsiz desa, qolipsizligiga qarab, qolipini ham qilib ber desa, qolipini ham qilib beramiz. 12 milliondan 18 milliongacha, ha? Xo'p, hurmatli obunachilar, qo'limizdan kelgancha ishlash jarayonlari, narxlar va qolgan ma'lumotlarni qo'limizdan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qildik. Xo'p,
yoqqan bo'lsa, tezda mana shu nomerga aloqaga chiqib olasizlar. 93lik 984 08 78. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani, Yaziyevon Marg'ilon katta trassaning yo'li bo'yidamiz. Xo'p, Dilshod aka, aloqaga chiqib zakaz berilsa, uzog'i necha kunda yetkazib berasiz? Vodiy bo'ylab. Xohlasa vodiyga ham, vohaga ham Ha. bir kun, uzog'i bir haftaga qolmasdan chiqarib yetkazib beramiz. Vohaga uzog'i bir hafta. Vodiyga ham shu bir kun 2 kunda Ha. xohlasa. Bir kun 2 kun. Yozda harakat qilamiz, o'sha bir uzog'i bir haftaga qolmaydi. Ha. Shu hurmatli obunachilar, qo'limizdan kelgancha videorolik qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qildik. Videomizda kamchilik xatolar bo'lgan bo'lsa ma'zur tutasizlar. Agarda yoqqan bo'lsa laykni bosib, kanalga mehmonlar bo'lsa obuna bo'lib qolasizlar. Shu yetib bo'lganingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Ilohim barchamizni choramizga fayz baraka bersin. Sog' omon bo'linglar, hurmatli obunachilar.